Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz kuzatuvchilar, obunachilar, qadrdonlar, yaxshi yuribsizlarmi? Kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin. Navbatdagi mijozimizga Nusratilla akam usta, katta ustalar stashka qiladilar. Pesoylarni olib kelib mana topshirdik. Nusratilla aka, hozir bizning obunachilarimiz, ustalar, quruvchilar kuzatib turishibdi. Mahsulotlarimiz haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Fikrlarga keladigan bo'lsak, xudo xolasa yaxshi, inshaalloh mana ana shunaqasiga olyapmiz. Ob'yomi ham 16 kuba bo'lyapti. Mashinamiz nomi Krokodil ekan. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yilishibdi. Tavsiya qilib qolaman, katta kichik aka-uka ustalar, xudo xolasa barakali bo'lyapti. Olib ishlatyapmiz. Endi sifati ham yaxshi ekan. O'sha chiroyli qilib yuklab kelinyapti. Kubasi ham yaxshi, sifati ham yaxshi, sement ishlash rasxodlari ham yaxshi ekan. Tavsiya qilib qolamiz.